Sizgadir yurakda aslagan so'zim. To mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Ustoz kelajakni quruvchi me'mor. Yig'ilishni boshlaymiz. Учитель это Бог. Учитель это наставник. Учитель это помощник. Ruh ilm ildizi so'zlari chalsan. Turli xil sohadan berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik tushsam ham yetib inson kabi o'sgan muallim. Qalbingizda doim ilm porlaydi. Go'yo uning qadri bizni chorlaydi. Siz mening suvdagi yorug' yulduzim. Nuriy yulduzim, aziz muallim. Ustoz bu qalb me'mori. Ustoz bu yonib turgan sham. Ustoz bu mashaqqat, ustoz bu sabr. Учитель должен быть требовательным, учитель должен быть грамотным, добрым, отзывчивым. И самое главное, любить детей. Qani menga joy ber. Sizlarga ertayak beraman. Ustoz bu qalbi daryo inson. Ustoz bu tarix. Учитель это безграничное существо. Хороший учитель не только меняет оценку ученика, он меняет его историю. Boshqalar o'z vakillarini oyga yuborishayotgan bir vaqtda biz quyosh tomon yo'llaymiz. O dadil bo'linglar, do'yurak bo'ling. Do'stliklaringiz doimiy bo'lsin. Bo'ldi, yetar. Bizni yosh bola deb o'ylashyapti. Ustoz bu turli inson. Ustoz bu o'zi sochini o'rib, sinfidagi qizlarga sochini o'rdira olmaydigan kishi. Qadrli bo'ling o'qishda. Sihat salomatlik tilayman sizlarga. Doim sihat salomat bo'lsangiz agar hamma narsani uddasidan chiqib bilasiz. Ustoz bu ta'lim va tarbiyani bir xil boshqargan inson. Ustoz qalbi daryo singari cheksiz, mehri quyosh singari porloqdir. Ustoz bu qattiq. Ustoz bu metin irodali. Ustoz bu fan fidoyisi. Sog' salomat bo'lsin. Hamisha ota-onasini, ustozlarning yuzini yorug' qiladigan eng zo'r o'quvchilar bo'lsin. Hamma narsani o'zim ishlab topganman. Rostgo'y bo'lsin o'quvchilarimiz. Rizqi butun bo'lsin. Qo'llaringiz besh bo'lsin, ishlaringiz barakali bo'lsin. Sihat salomatlik hamda doimiy sog'likda ko'rishish. A'lo baholar. Ustoz bu odoblar xazinasi. Ustoz bu bir misoldan bog' barpo eta oladigan mukammal otlar. The teacher is ocean who we see only the surface. Teacher is kind. Teacher is loyal. Ustoz bu navoson. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali
O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Biz har birimiz hayotda qanday muvaffaqiyat va natijalarga erishgan bo'lmasak, bu yutuqlarda sizlarning beqiyos hissangiz borligini doimo minnatdorlik bilan e'tirof etamiz. Shu bois mana shunday quvonchli kunda barcha shogirdlaringiz, butun xalqimiz nomidan sizlarga yuksak hurmat, ehtiromimiz, ezgu tilaklarimizni bildirib, chin dildan ta'zim qilamiz.